Assalomu alaykum obunachilar, guruhimiz a'zolari, akalar. 1105 Zubr traktorimizni yangi versiyasini 6 ariqqa dastavka qilib olib kelib berganmiz. Akamlarni hozir mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib tushuntirib, ma'lumotlarni beryapmiz. Shu qo'shimcha mana dinamli variantidan orqa balonlar razmer bo'ladigan variantidan bo'ladi. Bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib keladigan obunachilarimizga narxlarini, chegirmalarni qilib beramiz. O'sha korofkasi katta mana 1105 variantidan bo'ladi. Narxlari 28 million so'mdan. Ikki korpusli plyuglari bilan, frezalari bilan komplekt qilib berganmiz. Frezalari ham mana 1.30 lik katta frezadan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Yangilangan versiya balon razmer bo'ladigan variantidan. Hozir o'zlari ishlatib, tekshirib ko'rishadi mana. Aka bitta yurg'izib ko'rasiz. Katlan qo'shamiz. Qo'shavering. Skoroslari 6 talik bo'ladi mana. Yarimta kalitga zavodit bo'ladi. Skorlariga urib, bemalol o'zlari tekshirib ko'rishadi. Sifatlari juda ham zo'r bo'lgan variantdan. Tezida turibdi, yuraverasiz. Pavorotniklari ham yo'qlari bor, svetlar. Svetlarni bitta yoqingchi, svetini. Ochdim mana. Bo'ldi. Ishlashlari juda ham zo'r holatda ishlayveradi. Mana tortishlarni ko'rishingiz mumkin. Manzil Marg'ilonda hokimiyati to'g'risida bo'ladi, akalar. Bemalol pastda qoldiradigan raqamlarimizga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Agatga razmer bo'ladigan variantlardan qilib berganmiz akalarimizga. Mana labo xizmatlarida olib kelib chiroyli qilib ishlatib beryapmiz akalar. Kimga shunaqangi xizmatlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bog'lansizlar. To'liqroq ma'lumotlarni beramiz. Ishlashlari juda ham zo'r holatda ishlab beradi akalar. Oldiga jatkalar ustunovka qilish ishlatsalar bo'laveradi. Bo'ldi, bo'ladi. Gazni qo'yib yuboraverasiz. Endi akalarimizdan narx-navolari qanaqa ekan? Aka YouTubedan ko'rib zakaz qildingiz. Narxlari ma'qulmi aka o'zingizga? Tavsiya qilasizmi boshqalariga? Endi shu bir 15 tasini ko'rgan bo'lsam, endi ma'qul sizlar bo'ldilar endi. Ha, bo'ldi aka. Bemalol pastdagi raqamlarga akalar aloqaga chiqib bog'lanasizlar. Chiroyli narxlarda dastavkalar bilan yetkazib beramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qilishingiz mumkin bemalol.